Qo'y burji vakillari, sizni kuchingiz faqat xarakteringizda emas, balki ajoyib toshlaringizda hamdir. Misol uchun yoqut, bu sizni ikkinchi olovingiz, g'alaba, ehtiros toshingiz, ammo taqish mumkin emas. Olmos sizni himoya qiladi, ammo faqatgina halol insonlarga bu yordam beradi. Ametist, asabiylik va uyqusizlik sizni qiynasa, demak, bu tosh siz uchun. Men hozir toshlar haqida juda ham qisqa ma'lumot berdim. Sizlarga qiziq bo'lsa yozsanglar, qaysi tosh qiziq yoki bo'lmasam sizlar qaysi burch vakilisizlar, qaysi yilda, qaysi kunda tug'ilgansizlar yozib yuborsanglar, men sizlarga video qilib chiqaraman, ko'rasizlar, zerikmaysizlar. Xullas, xavotiringizni qilmanglar qadrdonlarim. Bular Alloh tomonidan yaratilgan tabiiy toshlar, hech qanaqa bir nimalar emas.